Abduqodir bilan Eldor bir-biri bilan 1,5 oydan beri kurash o'ynashyapti. Juda zo'r bo'lyapti. Eldor Shomurodov ayni mana shu raqobatni kutayotgan ekan. Esingizda bo'lsa, Shomurodov Abduqodir Husanov Manchester Cityga o'tishidan avval, boshlovchilar chiqishidan avval Romada umuman ishlar yurishmayotgan edi. Ranieri uni maqtardi. Shu transfer oynasi yopilishidan sal avval boshqa klubga o'tishi mumkin degan taxminlar yangilayotgan, boshqa klub qidirilayotgan paytda jamoaning muhim gollarini urdi. Muhim pallalarda katta sahnaga chiqdi va Ranieri birdaniga yo'q dedi. Eldor bizga kerak dedi va u yana Rimda qoldi do'stlar. Bu tomonda esa Abduqodir nimalar qilganligini ko'rdingiz. Birinchi xatodan keyin o'zini tuzatib olish, Chempionlar Ligasidagi Manchester City'dagi debyuti, Viniciuslar bilan, yana boshqa liderlar bilan, Muhammad Salah bilan, bir oyning ichida shunaqa ko'p narsa bo'lib ketdiki, Abduqodir Husanovning hayotida, faoliyatida asti qo'yavering.